Qizim asabiy bilan aloqam yo'q. Istorasiya qo'yapsan, tipa fohishasan, sen onaga ugroza qilma, onani qiynama. Nozima haqida dahshatli xabar. O'sha joylarni yuzlarini bekitib yoki seriya raqamlarini va pasportda bu shaxsiy ma'lumot. O'sha narsalarni bekitmagan salarda uni o'chirtirdim. Bu insonlarning 500% daxli bor. Dalil.uz jurnalisti Javohir Sultonov Nozima haqida bo'layotgan har xil mish-mishlarga shaxsan o'zi javob berdi. O'rin ham qolmadi, majbur ham bassilar. O'sha boshda aytilgan gapim, Sherzod To'yizga ham, hozir bularga ham. Birovda savol berishiga sizlar majbur bassilar javob bergani. Aziz vatandoshlar, barchasini ushbu videorolik orqali to'liq bilib olasiz. Malol kelmasa Nozimaning oxiratlari obod bo'lsin va Nozimaga oxirgacha adolat deydiganlar moshni like bosib qo'ying, chunki ushbu like'ni sonini ko'rib Nozimaning onasi va yaqinlari xursand bo'lib qoladi va malol kelmasa yana kommentariya qismiga ham qo'rqmasdan o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz esa videolarni sizga taqdim qilsak, marhamat. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan bloger Hayotbek. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, chunki ushbu kanal aynan siz uchun xizmat qiladi. Xo'sh, Nozima haqida kimlar va nimalar deyishdi? Bu haqida to'liq ma'lumotni Dalil.uz jurnalisti Javohir Sultonov to'liq ma'lumot berdi. Ko'p gapirmasdan sizlarga videoni taqdim qilsak, marhamat. Javohir, menda ham savolim bor edi. Assalomu. Yaxshimisiz? Sizlaringizga avvalambor omad tilayman. Bu qotillar taxminiy bo'lsa ham topildimi? Taxminiy bo'lsa ham nima deydi? Kalavani uchi topildimi? Albatta. O'shaning shu o'zimizga ishonch bilan o'tiramiz, albatta. Rahmat. Prosta bizni omad. Prokuror emasmiz, rahmat, bizni sud emasmiz. Agar men sud bo'lganimda, sudya bo'lganimda men o'sha hukm chiqarib qo'ygan bo'lardim, lekin bu narsaga haqqim yo'q. Qotil kimligini o'z ko'zim bilan ko'rgan taqdirimda ham mana bu qotil deyishga meni haqqim yo'q, sud hukmidan oldin. Javohir, chala qoldi savolim. Agar videolar ochilsa, bu chatga qo'yib qo'yasizmi qotillar kimligini, videosini? Albatta. Kutamiz. Intizorlik Men ham savolim bor edi. Sabrsizlik bilan kutyapmiz shuni. Assalomu alaykum. Assalomu. Savolim bersam bo'ladimi? Bo'ladi. Nozimani uyini eshigini tepasida kamera turgandi. Shu kamera ochilganmi? Yo'q. Variantda savolim bor. Men fikrimni bildirsam bo'ladimi? Savol beringlar, iltimos. Bitta akamiz savol bermoqchilar. Shuncha ayollarni qilibdi, erkaklarni ham eshitdik. Assalomu alaykum. Keyinman. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa bu ikkita koreys rasmini qo'ydilar-ku, ya'ni pasportning rasmini. Aha. Bu odamlar nimaga daxldor qilib qo'ydilar, nima sababdan? Qarang, biza hozir adminlarimni o'sha masala bo'yicha ozgina urushib berdim. Raqamlarni ko'rsatib qo'ysalar, blue effect bermagansanlar deb hozir urushib berdim. O'sha narsani o'chirdik. Sababi kim bo'lishidan qat'iy nazar, jinoyatchi bo'ladimi, qotil bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar shaxsiy ma'lumotlarni ochish kerak emas-da, yuziga blue effect berish kerak. Bir setoranikini olib chiqishganida blue effektlarni qo'yib chatga qilib olib chiqishgan edi. Uni ekspertizaga bergan taqdirda ham uni setoraligini isbotlab bo'lmagan darajada, misol. Bunikida ham xuddi shunaqa qilishmagan, ya'ni seriya raqamlari qolib ketib qolgan. O'shaning uchun buni da'vo etdim, buni yo'qotlaring, o'chirlaring mumkin emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha joylarni yuzlarini bekitib yoki seriya raqamlarini va pasportda bu shaxsiy ma'lumot. O'sha narsalarni bekitmagan salarda uni o'chirtirdim. U insonlarning 500% daxli bor. Ya'ni bu yerda organ mafiyasi bor-da, ya'ni shunga qarab ish ochiladi-da. Daxldorda, ya'ni. Bu Nozimaning ishiga daxldor. Yo, pastroqda
Undan keyin organ haqidagi chiqqani uchun aytaman. Ya'ni bu yerda imloviy gaplar ketyapti-da. Mana shu ilmoqli gaplar ketyapti. Insonlar o'zidan tushunib olirishi kerak-da. Men tushunarli. har doim ham misol bitta narsani qotil hozir aytdim-ku, suddan oldin men bunaqa narsa deyolmayman. Hamma gapirishi haqqim yo'q deyapman-ku. Lekin o'sha uzr so'raydigan gap bo'lmadi bu yerda. Anaqa ilmoqli gaplar qilib tashlab qo'yapman. Insonlarni o'zi IQ'sini ishlatib tushunib olsa, menimcha cho'tki bo'ladi hammasi. Rahmat. Javohir. Labbe Qarang, men bu nima degi qo'shni qishloqdagi gruppa bor-ku, o'shandagi bir adminchasi bor edi, blok bo'lgan ekan. O'sha savol halidan biri yozadi. Savolimni ayta olasizmi deb o'sha bo'ladimi? Savolni yozib beruvdi, aytib bersam. Yo, shart emasmi? Yo'q, mayli, men aytib beraver. Endi qiynalib ekan. Ikkita savol ekan. Bu ish bo'yicha jinoiy ish ochilgan deb kanaliga post qo'ygan. Bu qanchalik rost? Anchalik rost, ancha-munchalik. Bu endi ikkinchisi qotillik topildimi deb savol berildi. Hozir ha topildi dedi. Topilsa qani? Ko'rilu bizayam. Xudo xolisa ko'rsatamiz, lekin hozir emas. Anaqalarni yuborsalar, pochtalariga chiroyli qilib hal bo'lgandan keyin anaqa yuboramiz mail orqali. Bo'ldi. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qarang, kechagi Marjona qiz borlar-ku, o'shalarga hozir tahdidmi yoki qo'rqitish degan narsalar bo'layotgan bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Eshitildimi ovozim? Mumkin dedim. Alo. O'sha gapirishlariga qaraganda rosa cho'chib, qo'rqib gapirayotganlarga o'xshab so'rayaptim. Mumkin dedim-ku, shunaqa bo'lishi mumkin. 90% dan ham yuqoriroq. Demak, o'sha kira guvoh bo'lib qolganmikin qotillikka? Nima deysiz? Degan qiz deyapsiz. O'sha qiz qotillik bo'lgan joyda bormikin? Hamma narsa bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Hozir biz videoni ko'rib chiqdik. Biz o'xshatyapmiz bitta qizga. Rostdan shu qizmikin, yo'qmikin, o'shanga aniqlik kiritishimiz kerak. Shu Nozimani qo'shnilaridanmi? So'ramadinglarmi? Shunaqa urush janjal bo'ldimi deb indashmadimi qo'shnilari? Qo'shnilardan intervyu olindi. Hech qanaqa hech kim kirib so'roq etdi-ku, men borib taqillatdim, qo'shnilar hech qanaqa narsa bo'lmagan. Javohir, keyin bitta narsa so'ray. Hozir gapingizda aytib ketdingiz, olib chiqib ketish, videoda olib chiqib ketishayotgan qizligisimi deb so'radingiz-ku. Liftdan chiqayotgan qiz Nozima desa. Hatto olib chiqib ketayotgan qizligisini ham Nozimaligiga shubha bormi? Tepadagi liftdan uyga kirib ketayotgan qizda ozgina shubha bor. Yana kimnidir anaqasi yo'q, mikrofonni shu an o'chirib tursanglar yaxshi bo'ladi. Qattiq shovqin bo'ldi. Xo'p, o'likni olib chiqib ketayotgandek videoni aytyapsizmi? Ha. Bo'lishi ham mumkin, shunaqa variant ham bor. Ko'pchilik shunaqa deyapti. Biz tomondagi bir ikkita o'zidan maslahat qiladigan odamlarda ham shunaqa gaplar chiqyapti. E'tibor bering, chunki Nozima sochi uzunroq, bu yerda kaltaroq deb biz o'sha narsalarga e'tibor berdik ko'proq. Lekin men o'zimni taxminim bo'yicha, men hozir zo'r savol berish, shu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Meni fikrim bo'yicha u aniq Nozima. Chunki bu yoqda mana Sherzod kulib o'tib ketyapti, lekin Nozima u vaqtda tirik bo'lgan. Behush bo'lgan. Savol berganda shunaqa dedingiz-da, o'shanga hatto shunga ham shubha bormi deb ikkilanib qoldim-da. Bor, unaqa variantlar ham-ku. Endi kimdirlarda bor. Bizning jamoamizdan orasida ham bor shunaqa o'ylab olganlar-da, lekin
mani fikrim bo'yicha u Nozima, uni manimcha inkor qilib bo'lmaydi. U narsa Nozima, to'g'ri endi yuzi ko'rinmagandir, lekin nima uchun Nozima emas deyilyapti? Chunki sochi yoyilib tushyapti-ku. Bizga endi blow effekt berilgani anaqasi ko'rinib qolganda, ko'kraklari ochilib qolganligi uchun biz o'sha nimasi qo'yganmiz, blow effekt qo'yganmiz, tanasi ko'rinib qolgan. Lekin sochini uzunligi to'g'ri kelmayapti. Xo'p, endi yana bitta narsani sizlarga aytib o'tib ketaman, keyin shu bilan men chatdan chiqaman. Nozima u vaqtda tirik bo'lgan. Nozima aniq tirik bo'lgan. Bizdagi katta ehtimol bilan unga nimadir quyishgan og'ziga. Nimadir ichirishgan. Chunki men labida ham nimadir narsa bor-da, u hushidan ketkazadigan yoki nimadir qiladigan shu bir nima narsa bor deb berilgan. Chunki u tirik bo'lyapti-ku bu yerda hozir. Bizlar endi hozircha bu taxminimiz, aniq demayapmiz. Chunki men labidagi ish labiga hech kim urmaganda, labi urilsa bor-ku, lab ishib ketadi. Uni labi ishmaganda, labi faqat mana shu qontalashib qolgan. Xo'p, bizlarning taxminlarimiz bo'yicha unga kimdir nimadir narsa bergan. Qanaqadir suyuqmi yoki dorimi o'sha narsani ichirtirishgan yoki og'ziga nimadir narsani quyishganda, u hushidan ketib uni olib ketishganda больницада keyin organlari olingan bo'lishi mumkin degan taxmin bor, yo'q emas. Buni foizi juda ham baland. Tushunarli. Shunda Sherzodni oyog'idagi domashnisini qanaqa qilib almashtirdi? Yugurib kirib, domashini almashtirib, oyoq kiyimini almashtirib, domashini kiyib keyin bansiyaga ketganmi? Shunga ham ochiqlama kerak edi. Yo'q, hamma yoqda bitta dona oyoq kiyimdi biz hali siz ko'rgan, balki oyoq kiyim bizni ko'rmagandirmiz. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Bir sekund. Ergashev akamiz boydan gapiruvdilar. Assalomu alaykum. Tinchmisiz? Rahmat e'tibor uchun. Qarang, bitta narsani so'rayman. Masalan, bu narsani 4-5 ta odam qilgan, birlashib. Masalan, balkim ko'proqdir. Lekin bu narsani hozir 10 ta, 15 ta odam bekitishga harakat qilyapti. O'sha bekitishga harakat qilgan insonlarga ham bu narsa bo'ladimi yo? Bo'ladi. O'sha kanal egasi bo'ladimi? Hamma narsasini ekran zapis qilib, nima haqida gapiryapti bular, din haqida gapiryaptimi, boshqa narsami, yolg'on ma'lumotlar chiqaryaptimi, hammasini o'zimizdan advokatimizga, O'zbekistondagi advokatga tahlilab boryapmiz. Har bitta o'sha yerda gapirayotgan odamlar nima deyishyapti, hamma narsani advokatga pul berib chotki qilib qo'ydik O'zbekistondagiga. Mana shu ishni bitta olsin, hammasini tortib tashlayman. Hammasini o'sha yonni olishga harakat qilganlari bormi, o'zicha kanal ochib olib, o'zidan nimadir narsalarni yasab olganlar bormi, Rossiyadan turib buni boshqaryaptimi? Bizning vash farqi. O'sha narsani shuni tortib olamiz. Unda o'zim alohida hisob kitobim bor bular bilan. U temada o'sha alohida Baraka toping. Javohir aka, men bitta fikringizni bilmoqchi edim. Halo. Ketdilarmi? Bo'ldi. Oxirgisi mani qiynayotgan savolni berdingiz-da hozir. Boya etdik-ku, kimdir shotda u etdi-ku, qo'lini travmasini artib olgan debchi. U rasmdagi uyda olgan videosida qo'lini ko'rgan bo'lsanglar, u yerda travmasini qolgan baribir anaqasi treshinasi bo'lishi kerak edi-da. U yerda yo'q. Men aytdim, opa. U treshina bo'lmasligi mumkin. Eshitilyaptimi o'zi? Aha, mikrofoni chiqib qolgan ekan. Nozima onasidan nimaga xafaman? Shunaqa. Nimaga? Nozima onasidan to'g'risini aytdim, men Koreyaga 7-aprel qaytishimni Nozima onasi bilardilar-da. Men hech kimga aytmagandim. Xola hech kimga, baribir hamma ham o'zidan qo'rqadi-ku. Men qaytishimni bilmas hech kim deganda, keyin Sabi 19
Sizlar ko'rdinglarmi yo bilmayman, o'sha profiliga qo'ydi. Nozimani yaqin dugonasi bugun Koreyaga uchib qaytyapti. Ko'ramiz qayta olarmikan deb. Keyin man o'shandan keyin Nozima onasiga telefon qildim. "Xola, bu qayerdan bilyapti men qaytishimni? Sizdan boshqa hech kim bilmaydilar, bilmasdi-ku" dedim. "Bilmayman qizim, men Sabiy bilan aloqam yo'q" dedilar. O'shandan keyin onalari bilan ozgina tortishib qolganimizdan keyin yana o'sha Sabiy 19 istoriyasiga qo'yapti. Men haqimda yomon narsalar gapirib, "Sen tipa fohishasan, sen onaga ugroza qilma, onani qiynama" Tudasta o'shandan keyin men bildimki, agar onasini aloqasi bo'lmasa, qayerdan biladi men urush qilganimni, onasi bilan tortishib qolganimni. Men shu uchun xafa bo'ldim. Yaxshilikka yomonlik qaytar ekanda, значит. O'shandan keyin gaplashganim yo'q, gaplashgan gapim, "Mayli, xola keling, telefonini advokatlaringiz orqali olib beraman" deganman. Assalomu alaykum hammaga. Qarang, Mahzoni hozir Bobur aka Sherzod keldi aka. Sherzodbek yaxshimisiz? hammasi aka yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Sherzod solingizlar. qanaqasiz? Tuzimsiz? Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Tuzimsiz-ku? Charchamayapsizmi? Rahmat, Allohga shukr, yaxshi. Mana sizni so'rashyapti. Savol bormi? Savol bas, suhbat. Qizlarimizni gapi bor. Savolga o'rin ham qolmadimi deyman-da. O'sha savolga o'rin ham qolmadi, majburan bassizlar. O'sha boshida aytilgan gapim, Sherzod o'zingizga ham, hozir bularga ham. Birovni savol berishiga sizlar majbur bassizlar javob bergani. Faqat suhbat kimlarki noto'g'ri tushuncha bo'layotgan bo'lsa, shu narsalarda gapirib oydinlik kiritishga xolos. Unaqa javob berishga majbur emassizlar. Avvalo shunday video kameralarni ko'ryapti hamma CCTV'ni. Asli Ko'ryapti. so'roqsa bo'lgani qolmadi. O'rin qolmadi. O'sha to'liq qo'yishsa video kamerasini hamma yoq oydin bo'ladi shu. Kim so'raydi? Qizlarimiz chetdami? So'rashyapti deb anaqa qilishyapti. Kirsa qizlarimiz chetdami? Shu yerdamiz. Eshityapmiz aka, gapiravering. Sherzod yaxshimisiz? Amirjon, hammangiz yaxshimi? Rahmat. Bizga nisbatan savollaringiz bormi? Bo'lsa hozir gaplasha olaylik. Menda qanaqa savol bo'lishi mumkin? Kecha gruppada aytdi-da, Sherzodni yuziga ayta olasizmi? Nozima bir shapot urganding-ku deb dedi-da. O'shani sizga aytay demoqchiman. O'tgan yili urushib qoluvdingizlar-ku, eslasangiz, biz uchalamiz birga turardik. Nimada? Ofisda 12-etajda. Tushunmaganlar uchun Marjona biz anaqa Nozima uchalamiz birga uyda turganmiz. turganmiz qancha. Koreyaga kelganda hali men uy olmaganim, endi bulardan uy olgandim. Bularni uyini men o'zim otimga o'tkazib oldim. Hop, xullas, esingizda bo'lsa 12-etajda turganimizda hammamiz ikkalamiz gap bilan tortishib qoldingizlar-ku uyda. Nimadan chiqdi shu? Siz unashtirildim, yo siz hali unashtirilmagandingiz, uydagilar qiz topdi dedingizmi, nimadir dedingiz, adashmasam. U narsa точно esimda yo'q, nima bo'lgani. Qarshi gap tortishib qoldingizlar, o'shandan keyin urush bo'ldi, Nozimni tualetga qamab olib, bir nimalar qildi-ku, keyin bir-birlaringiz 12-etajdan tashiyman deganda o'sha vaqt o'zingga kel deb yuzidan urgandingiz-ku, o'sha narsani yuziga qarab ayta olasizmi Sherzodni deyapti-da. Ana shu narsa esizdami? Esimga tushdi anaqa. Pusondan kelgan paytimmi? Adashmasam shunaqa bo'lsa kerak. Uni sababini esladingiz o'zingiz? Sababini esladingiz deyman o'zingiz. Ha.
Sherzod bir minut Marjoni, men ishda hozir urganda endi ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin. Qanaqa erkak kishi bilan urushgandagidek bir qattiq ayamasdan urdimi yo unda Yo'q. Unaqa qattiq ayamasdan urdi demoqchi emasman. Boya ham endi aytdim-ku, noto'g'ri urush tushunadiganlar borda. kattalashib ketgani yo'q. Urush kattalashib ketgani bu ikkalasi oyna ostida chiqib qolib, bir-birimizni tashlaymiz, bir-birimizni uning keshidan tashlaymiz degandan keyin o'zlariga kelinglar degandan keyin Sherzod pastga tushdi. Nozimani o'zingga kel degan maqsadda urdi. Keyin Nozima hushdan ketib qoldi. Undan keyin Nozimani o'ziga keltirish uchun men bu tili orqaga ketib qolganda Nozimani tilini bosdi-da Sherzod. O'sha vaqtda qo'limni tishlayapsan, Nozik deb yuzidan urgan deb aytdim. Bu odam bunaqa qattiq nafrati borligidan urdi demayapman. Marjoni hozir bu holatda mana shu 12-qavat dedingizmi? Shunda tashlayman degan holatlar ham bo'lgan ekan dedingizmi? Ha, ikkalasi hazil tariqasidan bilmayman, u narsasiga ishonganim yo'q. Tashlaymiz degan gap qildida, birga tashlaymiz unda deb ikkalasi ham oyna ostiga chiqib olgandi. Yo'q, u hazil narsa, u noto'g'ri jiddiy qabul qilmayman. U videosi bor. Hazillash videoga ham olgan. Sherzod. Rosa Romeo va Julietta bo'lgan ekansizlar. Qanaqa ertak bo'lganda, to'g'risini aytsam, bir ertakka o'xshagan bo'lgan. Romeo va Marjoni o'zi ham Julietta. biladi. Miss Twins dugonangni ko'rolmas ekansan, aldoqchi ikkizlamachi deyapti. Dugonamni ko'rolmaydigan nima qilyapman? Dugonam Dugonam ko'rolmagan o'lib ketgan bo'lsa deyin. yo'q, dugonamni ko'rolmaganimda hozir men misol uchun hammamiz yomon ish qilganmiz vaqtida. Hammamiz o'zimiz gunohimizga yarasha javob beramiz. Dugonamni yomonlasam bo'ladiki, qo'limda keraklicha dalil bor. Balki ularda mening nima ish qilganim dalillari bordir. Hech kim farishta emas. Men farishtaman demayman. Farishta tepada yashaydi. Farishta bo'lsa bu yerda odam tug'ilmasdi. Man gapira olay, men gapiray Marjon. Iltimos menga hamma narsani bilasizlar deb yozmanglar. Menga umuman yozmanglar. Men Nozima bilan faqat telefonda gaplashardim, kamdan kam ko'rishardik. Umuman oxirgi paytlar vashi ko'rishmay ham qo'yuvdi. Kel Noziga ko'rishaylik, qo'shil bizga degan paytlarimda ichidagi gaplarni ham aytmasdim. Men unchalik dahshatlanish odam emasman Nozimaga. Menga mana bunaqa SMSlaringizni, gryaz SMSlaringizni yozmanglar. Manda o'sha hozir mana bu Kira aytgan haqida SMS ham bor. Nozima, nima qo'shilmaysan? Siringni aytgin kimga, bizga ham qo'shildi ham. Yo'q, nima unaqa deyapsizlar? Prosta ozroq mazzam yo'q-da. Manimcha adashmasam fevral oyida shu gapni aytuvdim. Sherzodga qarang, Sherzodga heyt qilayotgan, Nozimaga heyt qilayotgan odamlarga nima dirdilaring? Mana ikkalasini ham yaxshi taniydigan inson sifatida. Sabr qilsa chiqadi-ku. Keyin qarang, to'xtang, Temur degan mikrofonni oching. Hozir bu meni aytayapti. Salom, значит, sen haqiqatni gapirmas ekansan. Navoiyda yaqinlaringni bosimga olish kerak. Заявление qilib, vizangni bekor qildirish kerak deyapti. Shunda menga ugrujat qilyapsizmi? Screenshot qiling. Xuddi menga o'sha yozyapti. Screenshot Sherzod qiling. bilan tiling bitta, paka hurmating borida ayt haqiqatni. Sen qayerda bir umr bunday o'chirib tashladi. Men haqiqatni aytaman, nima yolg'on gapirayman? Ana shu joyida keltirib beringlar, sen shunaqa qilgansan, yolg'on gapiryapsan deb. Men, пожалуйста, tan olaman. Sherzodni ahvolini tushunmayapsizmi endi Marjoni? Bunga voy. Shunaqa haligi nima deydi? Chikago ham damini olyapti-da. Bu Chikago haligi nima shtati, kriminalistika avjiga chiqqan shtati ham damini olyapti. Sizlar qaysi taktikasida, qaysi tizimida ish qilyapsizlar? Kimga ergashyapsizlar? Hayronman odamlar. Bunaqa ugrajat qiladigan zamon emas hozir. Marjoni mana hozir yozgan Temur degan o'zdimi, yana qanaqadir yozib bormi yonida? Yo'q, faqat Timur deb kirilchada yozilgandi. Menga ham yozdi. Yozuv yo'qmi Kira? Screenshot qo'yinglar iloji bo'lsa.
Sizlar bu Man narsalar screenshot tushuntiradi. qilib oldim. Yo, man screenshot qilib Screenshot olganman. qiling, bizga nimasini bolalar hujumiga tashlab beringlar, shaxsini Yo, aniqlasin. hozir oilam bilan mani tahdid qiladigan Ha, kim u? bo'ldi. Siz ariza yozib berasiz. Ariza qilib berishadi bolalar sizga. Siz nomingizdan. Qarang, Martinova man bitta qo'shimcha qilib ketay. Qizlar, sizlar Cho'ngjuda turasizlar, men ham Cho'ngjuda turaman. Taniysizlarmi, tanimaysizlarmi? Men ismim Bobur. Temjongsa bilan ishlayman. Mana shu Koreyani ichida nima tahdid bo'ladimi, libo viza taraflama yordam bo'ladimi? Bundan tashqari xolisona yordam beraman, xohlagan paytda. Aka, men Libo Pusonda masala bo'yicha. turardim. Pusonda turardim, men O'zbekistondaman, men Koreyaga qaytmayman. Siz O'zbekistondamisiz? Ha, vizam Men tugagan. Mabdona Cho'ngjudaman dedi. Ha, yo, man Cho'ngjudaman. Men 4,5 yil Pusonda yashaganman. Lula o'z kecha siz bilan gaplashgan qiz menga normal savol beruvdilar. Lula degan qiz dedizki o'sha qiz iltimos qiluvdi lichkamda, hozir ko'tardim Lulani. Lula Mayli, ko'taring. Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar? Va alaykum assalom, Assalomu yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Men hozir Nozimani o'rtoqlarida gapim yo'q. Sherzod bilan gaplashsam maylimi? Mayli, gaplashing. Sherzod, To'g'ri. assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Sherzod, qarang, siz nima bo'lganda ham Nozima yaxshimi, yomonmi? Yaxshi yomon kunlaringiz o'tdi Nozima bilan. Shu avval 12 seriya ishlaganda shu videolar sizga yoqdimi? Yo'q, yoqmadi. Nimaga bo'lmasam, anaqa xalqqa olib chiqsanglar bunaqa video qilib? To'ppa-to'g'ri savol berilyapti. To'g'ri savol berildi. Qarang-da, Sherzod, siz hozir xafa bo'lmang meni gapimdan. Men sizni ham tanimayman, Men Nozimani ham gapingizdan xafa tanimayman-da. bo'lganman, opa eshitdingdir. Katta ayol Gapiring, ekansiz. Siz ham noto'g'ri ish qilyapsiz-da. Anaqa Instagram bir narsa, Telegramlaringizdan men rasmlarim bir narsalarni tarqatib. Sizlarga anaqa bir o'sha jinoyat bo'lgan bo'lsa, jinoyat ishini ochish kerakmi yo bo'lmasa meni qanaqadir bir narsa zapal rasm, bir narsa, ko'tkovlar qo'yasizlar xolasmi? Sherzod, qarang. Siz bironta zapal rasmingizni men qo'ydimmi? Ko'ryapsiz-da, opa. Sizni zapal rasmlaringiz, videolaringiz bormi? Qarang, men Qo'yib Nozimani turgan narsalarni ko'ryapsiz, opa. Sherzod, meni qarang, savolimga javob bering, keyin men sizning savollaringizga javob beraman. Qarang, yerda nima bo'lsa, sigaretni, uksuzni, xo'p, bo'pti, mayli, siz bilan ishlagan ekan, 2 xat bo'lsa bo'lgandir, xo'p, mayli, bo'ladi, mayli. Shularni ommaga olib chiqqani sizni erkak bo'lib shu g'ururingiz yo'l qo'ydimi shu narsaga? Siz Nozimaligini biluvdingizmi? Sirdaryodaligini hamma. Yo'q, Nozimaligini biluvdingizmi yo menligimni biluvdingizmi edi? Opanchi qizlar. Bekor chiqarib yuborishdi-da. Yo, Konkret manimcha savollarim bor. opani. Nimaki? Yo, yo. Chunki men вообще anaqa qilishyapti-da, bir yemagan narsalar Opa. qo'yib. Yo, Sherzod, yemagan boshlading? narsada emas. Opani anavi gapini men tushundim. Nima sababdan avazga aytdingiz, shu video qiling deb aytmoqchi bo'ldim. Men endi Koreyada, masalan, Marjona sizlar ham Koreyadasizlar. Koreyada kim yordam beradi, masalan, O'zbekiston. Politsiya chaqirish kerak edi. Polis kelib ketdi. Polis menga O'zbekistonga jo'natib bermaydi-yu, Nozimani. Bu gaplarni olib chiqish kerak. Kim O'zbekistonda kim, mana Koreyada kim bor? Yo, qarang-da, Rostanada Migratsiya chiqarib bermaydimi? Alvoz aka bo'lmaganda ham. Keyin bildim, immigratsiya chiqarib berar ekan, keyin bildim. nima bo'lgan taqdirda ham baribir aytmasligingiz kerak. Nima qilgan, nima qo'ygan, o'rtalaringlarda nima bo'lgan, bor gapda politsiya chaqirib aytishingiz kerak edi, advokat yollashingiz kerak edi. Aybingiz bo'lsa yoki anaqa doказательствоlarni aytib berishingiz kerak edi. Bu yerda hech qanaqa boshqa odamni, посторонний odamni qo'shmasligingiz kerak edi. Boshdan bosh. Hayf qilaman deb shuncha katta gap bo'lib ketdi.
Video xato Video bo'ldi xato bo'lib demoqchimisiz? Video xato bo'ldi, ha? Endi avvalo hech kimni Rizayev boshiga savol tushmasin bunaqa berayotgandi. narsa. Avvalo hech kimni boshiga tushmasin. Shunaqa shokka tushib qoldim o'sha payt. Nima qilaman, qanaqa O'zbekistonga jo'natsam bo'ladi? Kallamda boshqa narsa aylangan yo'q-da. Faqat O'zbekistonga jo'natishim kerak nima qilib bo'lsa ham. deb o'ylab Siz turgan joyimda. sizni Nima hayotingizda desa ham Sizga bo'ldi telefon masalan. kelib qoldi-da, telefon Yo'q, kelib nima qilib tashlagan bo'lsa ham men O'zbekistonga jo'natsam bo'ldi edi. O'sha hamma narsaga endi bu ham rozi bo'lgan o'sha paytda, беспомощный bo'lgan, musofirda bitta o'zi bo'lgan, shaxsan aniqlanmaydi degan bo'lsa, bu ham shunga ishonganda. Endi bu insonda ham shokoviy состояниясida ichidan nima o'tgan, nima qilgan, o'zini kontrol qilmagan bo'lishi mumkin. Hozir mana Lola xafa bo'lib yozyapti menga, nimaga mani o'chirishdi? Ayollarimiz-ku, o'sha Sherzodga mani ham savolim bor edi, savollarim bor edi. Balki fikri o'zgarar shu Lolani Sherzodga nisbatan. Opa, Sal bunday opa gapingiz. gaplashtirishga ham qo'yib berish kerakmikan deyapman-da hozir. Yo, gapingizni bo'lyapman. Agar Sherzodda savollari bo'lsa, keyinroq bersin. Bizga savollaringiz bo'lsa beringlar. Biza Kira bilan savolga javobni berib chiqib ketaylik. To'g'ri gapiryapsiz. Nima? Mana shu narsaga tanish bo'lgan, telefon qilgan o'sha kuni kamerada shunday o'tib ketib qolgan, nechayni o'tib ketib qolgan yoki bo'lmasa o'sha paytda politsiyani o'rtasida haligi tarjimon bo'lib bergan odamlarni ham shunday uyushgan jinoiy guruh deb yuborish juda oson bo'lib qoldi-da hozir. Bu ayrim blogerlarimiz tomonidan. Agar sizlarga ham nisbatan shunaqa tahdidlar, qo'rqituvlar, tan ol, sen hamma narsani bilasan, ayt deb haligi nima lichkalangga bir narsalar yozishgan bo'lsa, qizlar unga e'tibor bermanglar. Sizlar yo'q narsani bor qila olmaysizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Yo'q bo'lgan holatni qanday odam bor qilib birovga ko'rsatma berish mumkin? Bu ham bitta jinoyat-ku. Noto'g'ri ko'rsatma berish bu ham bitta jinoyat. Ana shu narsani kecha men Bunga ham ularga statya bor. tushuntirolmadim. Gapingiz bo'ldim, Uzr opa. Ana shu narsani men kecha tushuntiraman. Men guvoh bo'lmagan bo'lsam, men nimani aytib beray sizlarga desam, Nozimani неужели dugonasi bo'lmagansiz deb. Men Nozimani dugonasi bo'lganman, lekin Nozima bilan yaqin dugona bo'lmaganman. Yashagan bo'lsam o'sha kelganimda 2-3 oy 2-3 oy ham emas, mayda borganman ko'chib. Uni uyiga iyulgacha yashaganman. O'shanda ham ular Pusaga ketuvdi iyun oxirlarida. Shunaqa holat, endi shunaqa ommaviy ravishda shunaqa bosim bo'lyapti, shu narsalarga aloqador odamlarga. Bu nima? Odamni haq-huquqiga tajovuz hisoblanadi. Uni sizlar qotil yo'q bo'lsa, Sherzod bir o'lasi qilib biror marta urmasa, bular urgan, Sherzod vahshiy deb yo'q narsani bor qilib ko'rsatma berolmaydi odamlar. Shuni Hech kimni hech tushuninglar. kimga tuhmat Sizlar qilishga, ugroza qilishga Ha, haqqi yo'q. haqqi yo'q. Inson Men batta misol uchun kechayam uzr yana gapingizni bo'lmayman. Kechayam ularni kanaliga kirmasam ham bo'lardi javob berishga. Men должен emasman-da. Lekin men mayli savollari bo'lsa shu javob beray, ko'ngillari tinch bo'lsin degan maqsadda kirdim. O'shani ham qanaqadir psixologi bor ekan. Men psixologman. Uni taktikasini tushundim. U qizga yaxshigina bosim qilishgan. Uylanib gapiryapti. Keyin qanaqadir SMS kelib qoldi u qizga. U qizda Xadicha opaning savoliga javob bermay chiqib ketdi, deyapti. Menga hech qanaqa угрожать hech narsa bo'layotgani yo'q. Men kecha charchab kelganim uchun ishdan shunaqa gapirganman. U sizlar keyin masalan 21-asrda qizlar sizlar simbolik Koreyada ishlab rivojlangan, o'zlaringga yarasha nima o'zlaring shaxsiy fikrlaring bor qizlar sizlar. Masalan, ularda yo bizni gapimiz bilan yetalasa ketaveradigan bitta anaqa emassizlar-ku, to'g'rimi? Yo'q.
Koreyada masalan normal odam yo'lini ishlab topib yurgan odamda o'ziga yarasha bilimi, tafakkuri bo'ladi. U kimgadir haligi nimasiga muhtoj bo'lmaydi. Masalan, biz ham sizlarga hozir bosim qildikmi, yurish shunaqa deyishasan dedikmi, mana Alloh shohid gapiringlar shuni. Yo'q, Oqlab ber Sherzodda dedikmi? Birontalaring lichkalaringga biz gruppadan Sherzodda oqlash kerak. He. Yo'q, mana man aytaman, manga shu vaqtgacha man bu zam hokimida zam hokimni nimasidagi adminlari ham boshqasi ham hech kim menga aloqaga chiqqani. Man o'zim kecha nimalariga kirdim, kanallariga kirdim, mikrofonim ochiq ekan, o'zim gapirdim. Man ungacha man hech qaysi profilimni ham bilmasdi mani, marjunaligimni ham bilmasdi. Shu joyda aniqlik kiritib ketay. Pusanga borishda deyapti-yu. Pusan bu Koreyada dam oladigan shahar, shunaqa katta shahar. Bu mani yonimga keldi degani emas, shuni ham ertaga gap suzib ketmaylik. O adminlar ichida Nargiza degan qiz bor ekan, ochivering ekan, savollari bor ekan. Hozir. Adminni ochib qo'yinglar. Men bitta dokumentni tashlayotgandim. Telegramda boshqa chatda edim. Marjona, hozir Ha. eshityapsizmi? Anaqalarda o'sha O'zbekistondan keyin o'sha Amerikadan tarqatayotgan rasmlarda anaqa burni singan deyishyapti-da, o'sha Sherzod burnini sindirgan deb. Burnini oldin qanaqa bo'lgan? Rostdan singan bo'lganmi? Nima deysiz? Endi burniga men e'tibor bermaganman. Burniga e'tibor bermasam kerak. U rasmlarni ham o'sha aytdim-ku, o'sha videolar chiqib tarqalib ketgandan keyin Nozimani burnini singan rasmini ko'rdim. Men uni hayotda burniga e'tibor bermaganman. Rasmlariga qarab ko'rishim mumkin, qani rostdan shunaqa bo'lganmi yo'qmi, lekin burniga e'tibor bermagan ekanman. Keyin boshqa chatlarda aytishyaptiki, Avaz bilan Sherzod o'sha Marjonaga zug'um o'tkazyapti. O'shani ham anaqa. O'sha haqida ham bir aytib keting. Sizga nimadir qo'rqitish, boshqa telefon, SMSlar bo'ldimi? Yo'q. Menga hech kim telefon ham qilgani yo'q, boshqa qilgan yo'q, lekin menga qanaqadir nomerdan SMS keldi. "No, polisman" deb aytdi, tergovchiman deb aytdi Koreyadan. Koreys yozdi. Atak Avazam, Sherzod ham nima qilgan yo'q. Sherzod bir marta yozgan ekan SMS, Marjona yaxshimisiz? Atak unaqa ugroza bir nimalar, Avazaka, Sherzod hech qaysi menga shu vaqtgacha chiqmagan ham, meni so'ramagan ham. Meni bilmaganimda qayerdan chiqadi? Marjona, qarang, savol bor edi. Savol bersa bo'ladimi? Nozima bilan Avaz aka oldindan tanish bo'lganmi? Nozima Avaz akani taniganmi? Nozima Avazakani taniganmi bilmayman u narsani. U haqida meni ma'lumotim yo'q. Lekin Instagramda Avazakani videolarini repost qilib yurardim men bu. Nima yig'ib yurardilar-ku, Ehson yig'ib yurgan videolarini repost qilib yurardi. Atak bizaga shaxsan menga Avaz bilan tanishman deb aytmagan. U odamni butun Koreya tanirdi. Demak, ularni Avaz aka oldindan buni tanigan, ko'z ostiga olib yurgan, zo'rlagan, xo'rlagan, keyin o'ldirib ko'mib tashlashgan degan farazlari umuman fantastika, to'g'rimi qizlar? Men buni umuman bilmayman, taniganmi, tanimaganmi, boshqa narsa. Hozir sizdan eshityapman mana shu gapni. Shunaqa gaplar ham Sizlarga savol bersam bo'ladimi? Sizlar oxirgi marta marhumani qachon ko'rgansizlar? Men aytib o'tdim, 24-martda 2025-yilda. Ruhiy holati yaxshimidi? Ruhiy holati yaxshimidi? Yaxshi edi. Boyam aytdim, o'zini xafa qilib qo'yadigan qiz emas, ruhiy holati juda ham yaxshi. Koreyada kelgan odamlar hammasida to'g'ri stress bo'ladi. Hammamiz ham stressga tushamiz. Stressga tushgan sababini ham boya aytib o'tdim. Endi shu joyga men gap qo'shib ketay. Eshitasizlarmi?
u qiz Aha. anaqa ichidagi o'tayotgan qiyinchiliklari-yu boshqa narsasini hammasini hech kimga aytmay faqat anaqa kulgi bilan o'tkazaveradigan qiz edi. Quvnoq qiz edi. Ha, menda ham savol bor edi, shunga aytganim maqsadlarning Maqsad yaxshi emas, связиz. Maqsad gapirgunlaricha men gapirib turayimda, hozir yaxshi o'ngacha. Kira keyin Marjona sizlarga shu bitta nimam bor edi. Shunaqa deb yozishgan ekan, sizlar video chiqarganmisizlar? To'g'risi bu shaxslar juda ahmoq ekan, bilmagandim nimaga ishongan, video qilib yoki videoga gapirib katta ahmoqlik qilishdi. Ularning videolari o'zlariga qarshi ishlaydi deyapti. Sizlar birorta video chiqarganmisizlar gapirib, ikki qizlar? Video chiqazmaganmiz. Men anaqa postimga qo'yganman. Jahlim chiqib ketganda u haqida yomon gaplarni eshitib, u qiz meni uyiga mehmon qilib kutib olib, shirin ovqatlar pishirib berganda shuni hisobiga men u qiz juda ham hurmat qilganimni, anaqasiga yomon gaplarni eshitib, repostimga bunaqa deb SMS anaqa istoriya qo'yib qo'yganman men. U yerda lekin hech kimga qarshi, faqat Sherzodga qarshi gaplar ishlatilgan, lekin Nozimaga qarshi gap ishlatilmagan. Sherzodni O'zbekistonga jo'natsalar, anaqalar, ishlar oson bo'ladi, O'zbekistonda hal bo'ladigan narsa hal bo'lardi degan maqsadda yozganman bu narsani. Tushunarli. Nozimani Sherzod bilan yashab yurganini bilarmidinglar sen ham? Voy, birga yashaganmiz deyishdi. Yo'q, men birga yashamaganman. Assalomu alaykum. Yo'q, ana Marjon. Men yashaganman-ku. Qarandi, shu mahalla zulm qilarmidi haqiqatan Sherzod? Assalomu alaykum. Dilorom, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar hammanglar? Yaxshi, keling. Keldim. Nimaga anaqamni nikim o'zgartirganimni keyin aytib beraman. Hozir men shu Marjona qizga bir savolim bor edi. Assalomu alaykum. Shu va alaykum assalom qizim. Shu Daliluzga bergan intervyus, mana shu telefon suhbatimi? Shu haqiqiy anaqami, intervyumi? Onasiga aytgan. Telefon orqali gaplashganmiz, telefonda. Ha, o'sha telefon orqali gaplashgansiz. Bu haqiqiymi? Da, haqiqiy. Menimcha Daliluz o'zlari ham gaplashganimizni zapis qilgan bo'lsalar kerak. Ma'lumotlarni oyijonlari orqali Daliluzga yetib kelayotganini bitta isboti bo'ladi-da. Yaxshi bo'ldi, boshqa savolim yo'q meni. Rahmat Dilorom. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hozir bitta tochka nima profil rosa mikrofon so'rab yozgan ekan, endi ko'ribman. Gapiring. Kasimova, rahmat Kasimova ochib qo'yishda. Orada Koreyaligim uchun ba'zi bir ma'lumotlarni to'ldirib ketmoqchiman, haligi. Qizlarga xayoliga kelmay qolgan narsa bo'lsa, shunga qo'shilgani prosta mikrofonni ochib qo'yinglar dedim. Rahmat sizlarga. Orada fikrimni bildirgani. Hozir bir asosiy savolim yo'q, rahmat. Arzimaydi. Iroda, qo'lingizni ko'taring. Iroda Mahmudova, siz ham rosa yozibsiz menga. Qo'lingizni ko'taring. Iroda. Hozir Koreyadaman degan aka borlar-ku, hozir ham shaydalarmi? Ha, mana shu yerdaman. Gapiravering Sherzodbek. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat. Masalan, Koreya haqida bunday qisqacha aytingchi aka. Ko'pchilik tushunmaydi Koreyani, bunday mafiyaga ham chiqarib qo'yishyapti. To'g'ri. Shunaqa narsalarni eshitsam boshqacha ta'sir qilyapti. Avaz masalasida ham sizlar
umuman hamma masaladayu konkret savol bo'lsa yana ham aniqroq javob berardim. To'g'risi men ham 7 yil 8 yildan beri Koreyadaman. Masalan shu ehson yig'ish masalasida ham qanaqa bo'ladi, bu yerda sharoiti karisdan 1 soat javob so'rab ko'chaga chiqish mumkin emasligini, masalan постоянный давленияda ish bo'lishini, bu yerda ko'chaga chiqib birovlardan pul so'rab ehson qilinglar deb istoriya qo'yib birovni orqasidan yurish juda ham qiyin ishligini yaxshi tushunaman men. To'g'risi zavoddagi ishlarda asosan bu yerda endi to'g'ri Amerikada bizni o'zbeklar taksi qilishi mumkin, любой viza bilan borib turib, masalan green card bilan borib turib. Lekin bu yerda asosan masalan Sherzod berdi vizasi, 7-9 vizada, meni vizam 7-9 kelib turib faqat zavodda ishlaydi. Masalan magazin ochib ishlay olmaydi. Magazin ochsa o'ziga xon, o'ziga bek bo'ladi, любой время chiqib turib boshqa ishlarni qilishi mumkin. Lekin uni vizasi, meni vizamda ilojimiz yo'q, постоянно ishlaymiz. Ya'ni Alfons deyotganlar, men birovni tarafini olish emas, nelegal odam ishsiz qolishi mumkin Koreyada, lekin 7-9 aynan ishchi viza bilan kelgan bola yil 12 oy ish bilan ta'minlangan bo'ladi. Keyin eng kam ish haq oyligi hozirgi paytda 2 million 100 qancha so'mi ham bor. Bu dollarga 1 million 300 1 million 400 bo'ladi. Bu aniq beriladigan summa, doimiy oqib keladigan pul bu. Shuning uchun Sherzodda Alfons deyishga, u deyishga, bu ishga sal ehtiyot bo'linglar. Endi sevishganlar bir-biriga narsa olib bergan bo'lishi mumkin, tug'ilgan kunda podarka qilgan bo'lishi mumkin. Uni to'g'ri tushuninglar. Bizda ham bo'lgan masalan, biz ham yoshligimizda kimgadir narsa olib bergan bo'lsa, bizga ham olib bergan bo'lishi mumkin qizlar. Masalan, men endi hozir u yoshdan o'tib ketganman. Bu bolalar aynan shunaqa yoshda. Shuning uchun buni kiyimini kiygan ekan, oq ekan, ko'k, u gap bo'lmagan gap. Keyin boya Avazbek masalasini aytib ketdim. Avazbekka havas emas. Masalan, men o'zim Instagramga chiqib yo Telegramga chiqib birovdan mani odam kasal bo'lib qopti, pul yig'ib beringlar degan talantim yo'q meni, to'g'risi. Bunga da talant kerak. Agar hali avazsizdan to'g'ri Koreya usiz qolmaydi deydi-yu, unaqa odam kam. Bitta odam hozir Koreyada aytadigan bo'lsa, men Amerika boshqa davlatda aytmayman, Koreyada unaqa odamlar tashti yo'q desa ham bo'ladi. Juda kamdan kam. Aka gapingizni bo'ylab uzr. Aka uzr, gapingizni bo'ylab. Hozir bu yerda bir kimnidir tarafini olish uchun gapirmayapmiz. Biz suhbat qilyapmiz-da. Hozir sizda bu temaga pul yig'ishda nima aloqasi bor? Yo, umuman Koreya to'g'risida ma'lumot bering deganiga aytdim. Koreya to'g'risida ma'lumotni biz ham bilamiz. To'ppa-to'g'ri gapiryapsiz. Gapirayotgan gaplaringiz to'g'ri, lekin hozir bilmaydiganlarga kira. Hozir lekin bu yerda pul yig'ishda umuman gapirmang, chunki bu yerda umuman aloqasi yo'q. Mavzu boshqa bo'lyapti, ha. Rahmat aka, yaxshi fikrlaringizga. Yana Sherzod Bedash Alfons deyotganlarga biroz eshitib qo'ysin. Shu masala. Bu yerda 7-9 vizadagilar doimiy pul bilan ta'minlangan. Shuni bilib oling. Xo'p, aka, agar ichida o'rtasida nimadir bo'lgan bo'lsa, erta indin chiqib qoladi. Bu narsani siz gapirib oqlashingizdan ham umuman hojati yo'q. Hozirgi paytda vaziyatdan aslida aybsiz odam so'rang Sherzodbek, shuning uchun so'rang Sherzodbek, konkret savol bersangiz men sizga javob beraman Koreya to'g'risida. Koreya biladi, har qadam kamerada, Koreyada to'g'ri. Qayerga borilsa ham birinchi masalan nimadir o'g'irlik bo'lsa ham, nimadir kimdir turtib qo'ygan bo'lsa ham, politsiya kelsa birinchi kamerani tekshiradi-da. Har qadam kamera bu yerda. O'zbekistonga o'xshab bir qanchadir joyda kamera bor. O'zbekistonda jamchilik ko'p emas, masalan savdo joylarida, shunaqa joylarda kamera xolos. Koreyada har qadam kamera. Koreyada har qadamda kamera, keyin bu yoqda qizlarni alohida kuchli nima qiladi, kuzatib yuradi kameralar hamma joyda. Misol uchun qizlar o'zini yurishi uchun o'zini trotuar va yerda yozib qo'ygan bo'ladi. Mana bu qizlar yurishi uchun bexatar yo'lak deb tepada to'la kamera. Keyin har qanchadir qadamda mana bunaqa zvonok bor, shtobi militsiya 3 minutda kelishi uchun. Ayollar kuchli himoyada, Koreyada ayollar juda kuchli himoyada. To'g'ri, qizlar mana shu ishdan keyin migrant ayollarga nisbatan panja ortidan qararmikin politsiya askariyani. Migrant ayollarni masalan roddomda tug'ishi, umuman tibbiy xizmat, jinoyat bo'lsa ularga nisbatan
Ha, bor metroringda. Ularga nisbatan haligi bu migrant-da deb haligi bir hayvonga qaragandaqa qararmikin deb juda ko'p man o'qidim-da Yo'q, internetlarda. shaxsiy Sizlar shunga yordam fikrlaring qanaqa? Masalan, Nozimaxonni kimdir o'ldirib ketadi-yu, Koreyani hukumati politsiyasi shunday itga qaragandaqa qarab, yorib, og'ziga kelgan xulosasini qilib, organlarini olib, nima olib qo'yib, organlarini shunaqa bir jirkanch ishlar amalga oshirishi mumkinmi? Sizlar o'zlar mana yashagansizlar. Nima deysizlar shu fikrlarga? Chunki bu fikrlar ham aytildi-da, aytilyapti haligacha. Organ mana kecha eshitdim, menga tashlab berishdi. Bu qizni organini olib qolishgan deyapti. Organ sotishadi. Bu qizni organlarini olib qolishgan. Elchixona ham mana shu organni pulidan nima do'laydi deb yuborishyapti. Bular uyushgan jinoiy guruhga deyishyapti. Mana shu narsalar realniy narsalarmi? Men masalan Bu eshitib narsani bilmadik-ku. Balkim sizlar olgandir, balkim fikrlaring. olmagandir. Agar balkim olgandir, balki olmagan. Agar olgan taqdirida ham u narsa mana bu ekspertizami nimadirda chiqadi-ku. Aytiladi-ku, qog'ozini so'rasalar bo'ladi-ku. Любой odam ham. Daxli bor odam. Yo, ekspertizani sotib olish mumkinmi Koreyada? Yo'q. Biz advokaturada ishlaydigan huquqshunoslarni ham olib kelib gapirtirdik. Ular endi o'zini tizimini oqlashi mumkin, lekin mana sizlar o'sha yerda ishlagan ayol sifatida nima deysizlar? Ayollarga nisbatan tajovuzga shunday qarab, tomosha qilib o'tiradimi Koreya? Endi men o'zim fikrimni aytib o'tadigan bo'lsam, Shingu bu politsiyaga qo'ng'iroq qilish aslida. Qo'ng'iroq qilsa 5 minutda keladi, lekin bunaqa qarab o'tiradigan holatlar ham bo'lgan. Men 4,5 yil Koreyada bo'lgan bo'lsam, ko'pincha koreyslarni o'zi masalan zavodda ishlagan paytimizda ham gapirib tashlagan paytida shunga qilmasa agar qiz bolani o'zi o'sha politsiya ham befarq bo'ladi. Agar o'zi shunga qilib borib yozib bersa, o'shanda keyin ish ochilishi mumkin. Shingu qilingandan keyin arizasi ko'rib chiqiladi, обязательно odamni. Assalomu alaykum. Gapirsam bo'ladimi? Gapiring. Men shu paytgacha Daliluzda anaqasida nima deydi, kanalida bo'lib kelganman. Daliluzda postlarini ko'rganman. Haligi bu kanaldagi hamma odamlar, misol bu Zam hokim kanalini kuzatmaydigan odamlar butunlay ayb shularda deb o'ylayapti-da hozir ularni postini ko'rib. Nimaga aytmoqchi bo'lganim shu, sizlar ham Instagramda ko'proq shu kanalda silkasini joylab, repost qilib, mana Sherzod aka ham o'zi kirib savollarga javob beryapti. Endi mana sizlarni kuzatib bilyapmanki, Sherzod aka chatlarda aytyapti. Agarda erkak bo'lsa deyapti, qo'ysin videoda qirqib qo'ymasdan, полный hammasini qo'ysin deyapti-da. Aybi bor odam bunaqa demaydi-da. Qo'qib turadi-yu, nimadandir cho'chiydi baribir. Qo'ysin hammasini deyapti, lekin ular qo'ymayapti. Lekin shu yana bir ikkita qiziqtirgan savolim bor edi, agar mumkin bo'lsa Sherzod akaga. Assalomu alaykum, aytavermi bu? Sizni eshitib to'g'risi fikrim o'zgardi shu kanalga kirib. Lekin bir ikkita savollar borki, hali uyga kirishda, hali videoga olib kiryapti-da. Avaz aka aytyaptiki, bu uyga kirish mumkinmi? Politsiya ruxsat berdimi? deyapti. Siz aytdingizki, ha, ruxsat berdi, faqat hech nimaga tegilmasin dedingiz videoda boshida. Lekin Avaz aka kirib hamma narsani ushlab chiqdi-da. Keyin u yerda hali dasturxonlarni tortib tashladi deyapsiz. Yerda dasturxon yo'q, narigi xonada, ya'ni hali bu yerda Archa bayram ekanda degan xonada kir iladigan soshelkada dasturxon ilinib turibdi. Shu narsaga keyin yana bitta uchinchi narsa, haligi Daliluz olib chiqardi-yu, Avaz akani oyoq kiyimini bittasini tagi tushib qolgan ekan. Bu qanday bo'lib tushib qolgan? Hali unaqa yirtilib ketgan oyoq kiyimda kelmagandir, sal yurishiga tushib qoladigan darajada. Men shu 3 ta savolga javob topa olmadim. Oxirisidan boshlayin, oxirisi chunki hozir esimda qoldi, keyin juda ko'p berilgan savol shu bo'ldi.
Men Avazbek aka bilmadim-da, o'sha kuni eshitmabman, uzr. Avazbek aka xuddi o'sha kuni Musofir savdo degan Koreyada anaqa bor. Bitta aka bor. Oyoq kiyim sovg'a qilgan ekanlar xuddi o'sha kuni. O'sha narsaga kiyibdilar, xolos bir sifatsizroq oyoq kiyim ekanda. Даже o'zlari ham bilmabdilar shu oyoq kiyim. Men ham e'tibor bermabman. Umuman kalla joyida bo'lmagan. Men ham umuman e'tibor bermabman. O'sha kuni yangi bergan ekan, o'sha kuni kiyibdilar Avazbek aka. O'shani bir qancha uyga kirishimizdan oldin tashqarida bir nasihat qilib ana qilib turdilar-da. Ozgina nasihat qildilar, so'kdilar, har xil gaplar bo'ldi. O'sha payt gapni orasida aytib ketuvdilar. Keyin yana nima dedingiz? Bizaga Dasturxonni savoli borlar, savol bersinlar. Sherzodga keyin beraverasizlar. Sizga Biz savol chiqishimiz bermoqchi kerak-da. edim, Marjona. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men siz Konkretno savol bering, opajon, gapingizni bo'ldim, uzr. Hop, man Konkretno savol bering, shunga qarab javob beray. mana ko'p u bilan yaqinroq bo'lgansiz. Endi masalan Sherzod bilan ikkalasini o'rtasida nizo chiqsa, aytdingiz, что 12-etajda yashayapman, o'zim tashiyman deb ham anaqa hazillashib aytganmi, yoki qo'rqitish maqsadida aytganmi? Mana shunaqa vaziyatlar ko'p bo'lganmi? Hozir men o'zim mana shu gapdan keyin bir xulosaga kelyapman. O'sha uyda ham ketishiga o'zini o'ldirmoqchi bo'lmasdan, prosta mana qo'rqitish maqsadida qilgan-u, baxtsiz hodisa tufayli mana shunaqa bo'lib qolgan. Shunaqa fikrga siz qanday qaraysiz? Mana aytdingiz, что 12-etajdan ko'pincha urishib qolsa, o'zim tashiyman deb qo'rqitardi deb. Dada, u narsa men faqat bir marta ko'rganman. Shu 12-etajdan tashiyman degan qolgan urishlarini faqat og'zaki urishlarini ko'rganman. Unaqa ura-ur qilganman, lekin bir marta ko'rganman. Boyagi klubni boyagam aytdim, klubni yonida urganini men boyagi qanaqadir TikTokda chiqib ketgan video orqali ko'rdim. O'sha narsani aytgan, Sherzodda shingo qilib degan gapni aytmagan, Sherzod urdi deb aytgandi menga Nozima. Rahmat. Sherzod, keyin sizga bitta savolim. Men anaqa rasmiy saytlarda ko'rdim, sizda bir Zafar Ahmedov degan advokatingiz qandaydir nasihat berdi-da, bunaqa beayb anaqa qilmanglar, ayblamanglar, bu uchun javobgarlik bor. Nimaga o'sha advokatingiz yana dalshi shug'ullanmayapti? Agarda bironta mana bu tarmoqlarda ham sizda aniq ayblaganlar bor, aniq ayb qilganlar ham uni Kechirasizlar, bir minut. Nargizaxon, uzr bo'ldim. Kasimova, Ilhomjon degan anaqa juda iltimos qilyaptilar, ochib yuboringlar. O'shaning uchun Sherzod, mana shu Zafar Ahmedov degan advokatingiz hatto bir ikkitasini ommaga chiqarib, mana shunga shunaqa tuhmat qilgani uchun shtraf bo'ldi desa, men bu kallasi nima deydi, zombilar, programmalashgan zombilar balkim aqli hushini ochar. Shuni aytmoqchi edim. Shuni emas, shu advokatingiz shug'ullanmayapti. Nargiz opa, uzr, aralashdim gapingizga. Sherzod, bir minut. Men hozir qizlarga savol berib turib, bu savolingizga Sherzod haliroq javob bersa bo'ladimi, opa? Qizlarga savol beraylik. Boyatdan buyon savol Assalomu alaykum. Advokatlarga yozib chiqqanman. Mana shu ishini oling, yordam bering deb. Savolim Nozima opani dugonasiga-da. Nozima opani telefoni boyagi dugonasini nomiga olingan. O'sha telefon sizdami? Menda emas u telefon. O'sha telefon hech ochiqlanmayapti-da, yo sizdami, yo yo'qotishganmi, yo sotishganmi? Yo'q, o'sha telefon ochiqlanishi uchun onalariga men aloqaga chiquvdim. Daliluzga ham aytuvdim. Telefonni olib beraman. Menga Nozimani advokati aloqaga chiqsin. Agar yo'qolgan bo'lsa, u jo'natilgan telefon Nozimaniki emas deb o'zim aytganman ularga. Olib beraman, advokatlar aloqaga chiqsin deganman, lekin menga hech kim aloqaga chiqqani yo'q. Shuni sizga advokat aloqaga chiqsa, shuni topishasizmi? Ha? Men aytganman topishamiz deb. Birga boramiz deganman.
Aha, Assalomu alaykum. Keyin hozir Sora opa 1 sekund. Nimaga Instagramlarda shuni tarqatmayapsizlar? Nima Instagramda himoya qilmayapsizlar? Aybdor bo'lib qolyapti bu bola deganlarga. Mana shu Zamhokim minbarini 4 ta Instagram profili, 7 ta Telegram akkaunti vzlom bo'ldi shu kungacha. O'shaning uchun shu narsa to'xtab qoldi. Buni lekin tarqatish kerak-da, chunki faqat bir tomonda eshitib odamlar noto'g'ri fikr yurityapti. Bu yerda eshitadigan bo'lsa, Iroda butunlay aybda Sherzodda Iroda emasda ayb deb Mahmudova, bo'lishadi-da. Yo'q, politsiyachi Instagramda o'tirmaydi. Instagramda, Telegramda o'tirmaydi. Ayta tergov, Instagram nimalarida postlari bilan ish qilganda bilasizmi, dunyoda 3 dan 1 Yo'q, odam men politsiya demoqchi Yo'q, emasman. masalanda endi joni Aholi. qiyayotganingizni bilyapman, joni qib kuyishayotganingizni bilyapman, jon tortishayotganingizni bilyapman. Lekin bu aholini emotsiyasi, bu aholini tuhmatlari vaqtinchalik. Aholiga ertaga yana tema chiqsa, o'shanga ilakishib ketaveradigan to'da bor. Ularga hech narsani hozir biz isbotlashga majbur emasmiz. Уже ko'zi ochilgan odam, уже aqli salohiyati bor odam, уже hamma narsani solishtirib, analiz sintez qilib bilib bo'ldi. O'shaning uchun u politsiya, u Instagram degan mana miting o'tkazishdi Koreyada. Politsiya o'zi qilgan ishni ustidan o'zi mitingga ruxsat berib qo'ydi. Endi mitingga ruxsat berib qo'ygan politsiya banaqdagi ishni shunchaki qilib qo'ymaydi-ku, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. O'sha aytmoqchi bo'lganim, juda ko'pchilik hozir faqat Sherzodda ayb deb bo'lyapti-da, lekin bu chatga kirib uni eshitadigan bo'lsa, agar rostdan ham aybi bo'ladigan bo'lsa, u kameralarni olib chiqsin deb aytmaydi-yu, to'g'rimi? Конечно. Biladi, o'sha o'tirgan odam ham biladi Sherzodda aybsizligini. Juda yaxshi Shuni biladi. Agar sekin tushundim. qo'lida Buni ko'pchilik mana tushunishi kerak-da. bitta qozoq ayoli kecha aksent bilan gapiryapti. Endi o'zbekchani yaxshi bilmas ekan, ruscha aralashtirib gapiryapti. Ochiqlang, nimaga odamlarni aldab o'tiribsiz? Qo'limda karta bor dedingiz. Biz qotillikni aniq bilamiz, kim o'ldirganini bilamiz deyapsiz. Qo'yib yubormaysizmi? Nima qirqib qo'yapsiz desa, ha siz qayerdan bilasiz? Bizni qo'limizda, ha o'zingiz aytyapsiz-ku desa, ha biz YouTube'ga qo'yganmiz uni, YouTube'ga qo'yganmiz. Boring ko'rib keling deyapti. Keyin haligi odam ketdi endi YouTube'da oqtarib. Keyin chiqib ketgandan keyin aytyaptiki, ha ana jo'natib yubordim. YouTube'da hozir oqtarib qaytib keladi. Ahmoq odamni ahmoq qilish kerak deyapti. Haligi nimani qarang, nima deydi, bu odamga men umuman ta'rif bera olmadim o'sha harakatiga. Ha, mana shuncha auditoriyasini ham qozoq ayolda ahmoq qilgandaqa ahmoq qilib ushlab o'tirishi kerak-ku, nima iroda. Shunga aytyapman-da, o'sha aholini Keyin ahmoq aytadiki, qilgani 1 sekunddan qolyapti-da, keyin men ham buni kech bildim. 1-2 sekunddan keyin aytyaptiki, qozoq ayol ruscha gapirib, aralashtirib zo'rg'a gapirdi. Aytyaptiki, bu deydi, hozir menga ma'lumot yetib keldi. Bu Sherzodni xolasi ekan. Xolasi shunaqa qilib oqlab berishi kerak-ku deyapti. U qozoq bo'lsa, ruscha, o'zbekchani tatalab zo'rg'a bilayotgan bo'lsa, Sherzod namanganlik bo'lsa, hech qaysi chokiga mantiqiga to'g'ri kelmaydigan narsalarni eshitib o'tirishibdi. U ularni xohishi. O'shaning uchun biz Men bu Kira bilan Marjonaga savollar bera qolinglar, vaqtlik yo'q shekilli. Bo'ldi, Marjona, Kira hozir. Kim beradi savol? Men gapirib olay. Birinchi nimada kanalda bitta gap yozilgandi. Marjona o'zi tan oldi, urganini tan oldi degan gap yozilgandi, lekin 1 yil oldin deb utashniy qilinmaganda, shunda o'sha voqea joyida bo'lgan degan tushunchani uyg'otyapti-da. Shuni ham agar shu yerda eshitayotgan bo'lsalar uzr so'rayman, lekin men shuni to'g'rilab qo'ysinlar demoqchi edim. Keyin Marjon, sen telefonni pulini o'zing to'layotganingni ham ayt. 2 oydan beri o'zim to'lab kelyapman o'zimning telefonni pulini. Assalomu alaykum. Uzr, Muslima opa, uzr. Ha, telefon uni nomiga olingan, unga o'sha telefonni olib bersa, naborot Marjonga anaqada yaxshi, chunki to'lamaydi. Uni borib
mana yo'qolgan desa, sразу keyin to'lamaslik kerak bo'ladi-da. Xullas to'lamaydi. O'ziga foyda demoqchiman. Hozir u telefon kimda? Hozir telefonni biz ham bilmaymiz kimdaligini. Ha, siz politsiyaga U murojaat tangini qilib orqali olasizmi sotgan o'zini? ekanda, o'sha telefonni, sim kartasini olib qolib, boshqa telefonga qo'yib Kim tangindan sotgan sotgan? ekan. Nozimami? Ha. U tangindani Kore Neo'ga bo'ladi-yu, Kore Neo'dan ham chiqqan ekanda. Qachon sotilgani? Yo'q. Uni agar men u odam siz egasi mana shu shinga qilsangiz ham, topilsa ham u odam men sotib olganman desa, qaytib bermaydi-da, men sotib olganman deb. Yo'q, qaytib. Nima bo'lganda ham o'sha telefonni toptiring. Baribir o'zingizniki siz to'layotgan ekansiz-ku. Ilhom aka, men u narsani boya ham aytdim. Dalilingizga aytganman, advokati menga aloqaga chiqsa, advokatsiz men borib olib berolmayman u telefonni dedim. Ular menga dalillarni olib bering dedi. Menga advokat aloqaga chiqsin yoki ko'rishaylik advokati bilan Seulda bo'lsa, men Seulga boraman. Любой eski telekomdan chiqarib beradi dedim. Hech qaysi aloqaga chiqmasa men nima qilaman hozir? Ilojim onalariga ham aytdim, telefonni 2 oylik pulini to'laysizmi dedim. O'qib yozmadilar. Ular o'zlari yozishmasa, men o'zimni endi tomdan tashlamayman-ku yozishmayapti deb. Yo, bu telefonda Nozimani o'zi sotib yuborgan deyapsizmi siz hozir? Men qaysidir aka aytdi, Nozima o'zi Tangin degan bitta programma bor, biz Koreyada o'shanga qo'yib sotib olgan ekan. O'shanga ishonasizmi? Dalil isbotini ko'rdik biz. Nima? Ilhom gapiryaptimi hozir? Ilhom aka? Ha, men gapiryapman. Ha, biz uni nima topib, tagiga yetib qo'yib qo'yganmiz skrinshotlarini, Nozimaxonni Telegram akkauntidan e'lon berilganini o'sha nimaga, programmaga biz topib qo'yib qo'yganmiz. Agar qiziqsangiz, biz sizga lichkangizga tashlab beramiz. Telefon sotib olganimni mana men rost to'g'risini aytaman, endi eshityapman. Lekin hozir siz nima deb savol berasiz? Marjona, sizni nomingizga olingan telefon 16 Pro Max'midi? Ha. Shu 16 Pro Max'ni Tanginda sotilib, o'zbek bola olgan ekan. Men skrinshotlarini gruppada ko'rganman. Marjona nima sotgan ekan, Nozima. Tanginda sotilgan 16 Pro Max. Keyin Marjona nimaga sizni nomingizga olgan, o'zining nomiga olmasdan? Nimaga men oldim, nomimga oldi degan savolingizga javoban biz o'tgan yil mayda 26-kuni o'sha eski telekomga borganmiz, videoga ham olganman-ku. Borganmiz, o'zini vizasiga olmoqchi bo'lgan, uni vizasi muddati 6 oylik qoluvdi-da. Unikiga aytdi, "Yo'q, sanikiga bermayman" dedi. Keyin menga iltimos qilib so'radi, "Sanikiga olib turaylik, men vizamni cho'zdirib olganimdan keyin o'zimni nomimga o'tkaza olaman" dedi. Men aytdim, "Xo'p" dedim, "Men chunki vizam ancha yillikda. Ha, bo'pti, ana o'zing to'lasang mayli olib beraman" dedim-da. Men unga shu maqsadda olib berganman. O'zini nomiga o'tkaza olaman deganligi uchun. Demak, o'sha may oyida 6 oy qolgan bo'lsa, noyabrda ekanda. Noyabrgacha bo'lgan ekanda vizasi. Undan keyin vizasi cho'zilmaganligini bilarmidingiz? Yo'q, menga lekin vizamni cho'zdirdim, ha, vizam bor deb aytgan. Men aytdim, SMS-im ham bor. Telefonni nima qilding? O'zing nomingga o'tkazmadingmi? Yoki hammasini pulini birdaniga to'layveraman deganding deb savolni ham berganman. Ana dekabr oyida shunaqa qilsak bo'lar ekan deb aytgandi o'zi. Men bu o'zim nomimga hammasini pulini berib o'tkazaversam bo'lar ekan degan gapni aytuvdi. SMS-lari ham bor. Qanaqadir o'zini kartasidan yecha oladigan qiluvdimi, bir balo qila oluvdi birinchi o'zim to'layman deb. Shu vaqtgacha, fevral oyigacha Nozimani o'zi pul to'lab kelgan. Keyin aytmoqchi edim, hozir tugaganini, vizasi tugaganini bilasizmi dedingiz, aka. Vizasi tugashi bu katastrofa emas, chunki Koreyada vizani birinchidan cho'zdirish juda ham murakkab. Ikkinchidan keyin qayta boshqa vizaga o'tkazish umuman iloji kam, juda ham kam. Bu uchun juda ham katta u qiladi. Uchinchidan, agar vizasi
ketgan taqdirda boshqa viza ololmaydi. Endi qizlar nima qilishga boradi? Koreyaga ishlashga boradi. Vizasi tugasa ham majbur ishlaydi. Bu narsaga yomon qarashlaringizga qarshiman. Yo'q, men yaxshi bilaman. Prost so'radim, bilasizmi o'sha viza anaqasini. Yo'q, ko'pchilik mana bunaqa gap bo'lyapti-da. Kredit olib, Sherzod ishlatib olgan degan gaplar ham bo'ldi-da. U vizasi bo'lmasa kredit qayerdan oladi? To'g'ri emasmi? Meni ham vizam yo'q edi. Men masalan deport bo'lib keldim, lekin men o'zim ham kredit to'lab tugatib keldim больницаdan faqat. Bu narsani men aniq bilmayman, lekin men больницада meni ishim срочный bo'lgani uchun больницада men посрочныйga to'lab keldim. Shuni aytib, oldin aytyapman. Jona, sizga bitta savolim bor edi, maylimi? Mangami opa? Yo'q, anaqa kecha anaqa dalil o'ziga kirdilar-ku. O'sha qizlar otlar Marjon hamida. Ha, assalomu alaykum. Sizga kecha savol-javob qilganingizda, misolda BIO tomonidan, zam hokim tomonidan sizga qarg'ab, bu narsa qilib yozishganmi? Shuni prosta so'ramoqchiman. Chunki biza bu yerda yozyapmiz-da, bizga shunaqa yomon gap gapirib tashyapti. Shunga bir og'iz so'ramoqchi edim. Kecha so'rasam, "Yo'q, bizga ham yozishadi" deyishdi. Shunga sizdan ham so'ramoqchi edim. Sizga ham yozishdimi kecha? Yozmadi. Rahmat, kattakon sog' bo'ling. Hozir menga ham men o'zi lichkani o'qimayman. Lichkani o'qimayman. Основной rossalik ko'p bo'lib ketsa o'qiyman. O'qimay qo'yganman. Hozir bittasi yozibdi, nima oz qoldi, sani ham o'qivoramiz, o'qivoramiz deb yozibdi. Maftun opa, Keyin telefon nomering yozib bor dedim. Oilam bilan tahdid qilishdi. Hozir Temur degan ism, oilangni naqlam, skrinshoti bor. Tahdid qilishga naboratiga ular o'tyapti. Men bor gapda aytayman, menimcha hech kimga yoqmayapti. U akasi, sizga yozayotgan akasi bo'ladi. Keyin savolim bor edi. Marjona, sizga savolim bor edi. Maylimi, navbatdan gapirsak. Marjona. Assalomu alaykum. Bu Maftun opa to'xtatib 1 minut. Nomingizga olingan telefon nima olinganligini rasmini tashlab bera olasizmi? Nomimga olinganligini Ha. ma'nolariga tashlaganman. Siz kimsiz aka? Gruppani adminlari. Admini? Bo'ldi, tashlab beraman. Keyin bu yerda meni o'zimga yozishyapti-da, nimaga aynan bu kanalga kirib, efirga gaplashyapsizlar deb yozishyapti-da. Hozir biz savollarga hammasiga javob berib, butunlay qo'shilmoqchi emasmiz, chunki o'zimizda shaxsiy oilamiz, hayotimiz bor. O'tgan safar ham Dalil usta kanallariga qo'shilib ham savollarga javob berganimizda bizga bo'xtonlar qilib tashlashdi, so'kib tashlashdi, shaxsan meni hamda. Bugun hozir shunga javob berib tugatmoqchimiz. Shunga javob olinglar, boshqa savol bering. Assalomu alaykum, Maftun opa, to'xtab 1 minut. Javob berish uchun kiruvdim. 1 minut o'sha Sherzodda kredit haqidagi gap. Kimga kredit qiziq bo'lsa, meni lichkamga yozinglar. Meni o'zim shaxsan chek qaysi bank bilan qanaqa shartnoma qilinganlar hammasi menda bor. Hozirgacha qancha so'rangan? Assalomu alaykum. Marjonaga savolim bor edi, mumkinmi? Assalomu alaykum, Marjona, yaxshimisiz? Yaxshi. Birinchi savolimga javob olsam, ikkinchisini so'ramoqchi edim, maylimi? Birinchi savolim, Nozima bilan qanchalik yaqin dugona bo'lgansiz? Masalan, sinfdosh, kursdosh, ili tanish yoki o'sha Koreyada tanishganmisiz? O'sha haqida ma'lumot bera olasizmi? Savolingizga javob bersam bo'ladimi? Nozima bilan qanchalik tanish, ovozim eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti. Telefon bo'lib qoldi-da. Nozima bilan qanchalik yaqin bo'lganman? Ikkalamiz Nozima bilan bitta firma orqali Karsga ketganmiz. F6 vizadaman. O'sha orqali bitta Sevara opa bor edi, firmada tipa tarjimon bo'lib ishlagan. O'sha Sevara opa orqali men uni taniganman. Instagramda biz bir-birimizga podpiska tashab, kuzatib yurganmiz. Koreyaga kelganimda fevral oyida birinchi marta ko'rishganman.
O'sha boya Kira ham aytdi-ku, uchalamiz birinchi marta ko'rishganmiz. Man, Nozima, Kira, o'g'lim. Bizani yaqinligimiz unaqa juda yaqin bo'lmaganmiz Nozima bilan. Lekin to'g'ri uyda yashaganman. Ayrim sabablarga ko'ra mani uyim bo'lmaganligi uchun Nozimani uyiga borganman. Lekin Nozima menga hech qachon ishonib sirini aytmasdi. Faqat onasi bilan gaplashardi. Hech kimga ishonib sirini aytadigan qiz emas edi u. Yaqin dugonasi bo'lmaganim. Ha, bo'ldi. O'sha prosta agar shunchalik yaqinligingizni so'rasam, ikkinchi bermoqchi bo'lgan savolim endi bu уже hamma ham aytib bo'ldi. Nikohsiz yashagan haqidagi gap. Mana bitta savol bersam maylimi? Shu edi. Endi u sirini ishonib aytmagan deganingizga baribir hozir uni bilmayman deb javob berishingizni shunaqa deb javob berasiz deb kutyapman lekin. O'sha ikkinchisi nikoh haqidagisi edi. Rahmat sizga. Yo'q, men to'g'risi men narsa haqida so'ramaganman. Nikohing bormi, yo'qmi? Chunki ularning hayoti nikohi bo'lsa ham o'zi javob beradi, nikoh bo'lmasa o'zi javob sizni beradi. tushundim. O'shaning uchun aytdim-ku sizga. Birinchi savolimga javobim olsam, ikkinchi savolim shunaqa. Mana bitta savol bersam maylimi? Rahmat. Bering. Nimaga? U ishlash uchun keldi dedi, bo'lmasa ko'rsatuvda. Mana u qiz aytayapti, F6 viza bilan Karsga firma orqali birga keldi deyapti. Nimaga ishlash uchun keldi deyapti ko'rsatuvdan. Men hammani aldayapti unda ayas. F6 Karsga erga tegib kelgan taqdirda ham u maza qilib yotadigan narsa yo'q. Hamma ishlaydi aka. Yana bitta men ham shu yerga qo'shimcha qilib ketay. Sizlar mana F6 Ishlash olgan uchun keldi deganda ishlash vizasi bilan kelinadi-da, bo'lmasa ochiqini aytish kerak bo'lmasa. F6 vizasi hamma joyga ishga o'tadi. Bemalol ishlasa bo'ladi. O'tishini bilamiz. Biz ham Koreyadamiz, bilamiz. Nimaga bo'lmasa butun dunyo ko'radigan shu ko'rsatuvga chiqib aytayaptiki, o'zbek xalq ko'radigan ko'rsatuvga chiqib ishchi viza bilan keldi deyapti. Nimaga? Nimaga aldayapti bu? Savolingizga javob beray, ular Mardona, Kira bu Avaz aka bu. Avaz aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avaz aka ishlagan gapirolay. Men aytmoqchi bo'lganim, hozir siz nima uchun ishlagan vizasini aytmagan yoki boshqa narsa qilmagan, ular majbur emas-ku. Birinchidan ishini aytishga. Nimaga yolg'on gapiryapti bo'lmasa, majbur emas, yolg'on gapiryapti hammaga. To'g'ri, balki asabda aytgandir. Men bu asabda emas, ko'rsatuvga intervyu beryapti. Ko'rsatuvga mashinaning ichida o'tirib, ishlash uchun kelingan, ishlash uchun ketgan deyapti. O'sha jurnalist ham ishlash uchun ketgan deyapti. Nimaga unga unaqa axborot berildi unda? Chunki bizning mentalitetda erga tegishni yomon anaqa nima qilishadi. Karsga erga tegishni yomon deb hisoblashadi, lekin karslarga uylanishda hech qanaqa yomon tarafi deb aytilmaydi. Keyin Koreyaga nima uchun erga tegib To'xtang aka, nimaga Koreyaga erga tegib ketiladi? To'qchilikdanmi? Bizda sizga o'xshab, to'xtang aka gapirolay. Yo'q, nimaga mani savolim nimaga yolg'on gapiryapti? Shu xolos. Yolg'on bu yerda qayerda ishlatilgan aka? Koreyaga ketish uchun siz jurnalist aytayaptiki, ishlash uchun ketgan deyapti. O'sha odamga ishlash uchun ketgan deyilgandan keyin hozir nimaga bu gapga yopishib oldingiz? Bu gapga nimaga aynan bizga savol beryapsiz? Biz chiqazyapmizmi buni? O'zimni savolim berishga haqqim bor-ku, to'g'rimi? To'g'ri, lekin biz chiqazdikmi shunaqada? Bizga nimaga savol beryapsiz? Mana qara, baqir-chaqir qilma, to'xta. Yo'q, mana u qiz biz shunaqa holatga kelganmiz degani uchun so'rayapman. Prosta xalqni aldayaptimi unda deb savol beryapman unda. Aka, sizga o'xshab F9, F7larni bizga qizlarga unaqa pul yo'q bo'lgani uchun erga tegib boradi ko'pchilik. Shu narsani tushuninglar. U yerda dahshat qanaqadir yomon ahvolda bo'lsa, keyin Koreyaga iloji yo'qligidan erga tegib ketadi. Bu yerda yolg'on gapiryapti. Biz chiqazganimiz yo'q-ku shu narsani. Bizga nima uchun bu savol berilyapti? Bo'ldi. Kira, Marjona ikkalaringizga birday savol. Ovozlar uzilib qoldi. Voy, chiqarib sizlar. Assalomu alaykum, Marjona. Yo'q, qo'sh shekilli. Assalomu alaykum. Qarang, masalan, bundan Nozima o'lgandan keyin ana sumkada, oq sumkada anaqa chiqardi-yu, pul bor edi, mana qani u pullar deb ko'rdingizmi uni? Internetda ko'rdingiz.
istorasiga qo'yganini Masalan, ko'rganman. hozir siz aytdingiz, "Men telefonni qarzga olib berdim, man o'zimni kredit qilib olib berdim" dedingiz, to'g'rimi? Masalan, To'g'ri. shuncha puli bor odam, masalan, telefonni kreditga olmaydi, to'g'rimi? Shunaqa 1 sumka puli bor odam, endi men Koreyaning pulini tushunmayman, erta qanaqa pul, nima pulligini bilmayman-da, lekin ko'rsatdi, to'shdi sumkada to'la pul. Ko'rgan bo'lsangiz, bizlar ham internetdan Balki, ko'rib ko'rganmiz. bilmaymiz. Balki o'shancha puli bo'lgandir Nozimani. Yo'q, endi Bizaga qarang, puli shuncha haqida hech puli narsa bo'lsa, gapirmagan opa. yo'q, puli bo'lsa, masalan, u kreditga telefon olmasdi-da, to'g'rimi? Sizni nomingizdan tem bo'ling. U vaqt Nima to'g'ri, qiladi lekin kredit? o'tgan yili may oyida to'g'ri unaqa juda ko'p pul topmasdi. Endi qarang, shunda Shuncha o'sha may oyidan keyin shu paytgacha shunaqa pul yig'ishi mumkinmi? Просто men tushunmayman-da, Koreyani pulini bitta sumka turibdi-yu, to'la. Opa, Masalan, siz opamni aytdingiz, so'zini qarang, dinladim-ku. to'xtab turing. Siz aytdingiz, dekabr oyida masalan men anaqa deganimda, to'lab tashlasam bo'larkan, hammasini bir qilib deb aytdi dedingiz-a? Nozima. Masalan, shunaqa puli bo'lsa, u qizlar masalan dindan xabari bor inson ekan. Masalan, to'lab tashlardi-da. Rostdan ham shunaqa puli bo'lsa, nima qiladi? U tем более birovni nomida telefoni kreditda bo'lsa, u ham bo'yniga anaqa qilmaydi-yu, qarz qilmaydi-yu, to'g'rimi? Shunaqa puli bo'lsa. Просто men shu narsaga ochiqlik kirishini aniq qilishni xohladim. Puli haqida to'g'risi ma'lumotim yo'q opa. Menga chunki aytmagan u pul mana shuncha Chunki pul bor. hozir Hech kim ham bu aytmaydi. narsa Mana buncha pulim bor deb. qarang, bu narsa aytildida, bunaqa dedi, masalan, Nozima o'lgandan keyin shu pulni olib qochib ketdi, unaqa bunaqa deb ancha gap yurdi. Qani u pullar deb ham ana Nozimani Telegramni men uncha yaxshi tushunmayman. Telegramda storiesga qo'yganmi, Telegramni ochdik dedi-yu, o'sha paytda ko'rsatdi-da. Men ham bu narsani videosini faqat internetda yaqinda ko'rdim. Yaxshimisiz? Savol beray. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marjona, qarang, siz yaqin dugona bo'lgansiz. O'sha marhumani burni haqiqatdan ham qiyshiqmi yoki Bu savol Savolga boyam javob berdi. Men uni burniga ahamiyat bermaganman. Siz misol dugonangiz bilan yurasiz, burniga qarab yurmasangiz kerak opa. Men ham burniga e'tibor bermagan ekanman. Qanaqa savollar kelyapti? Aka, opalar savollari tugagan Yo'q, bitta mana misol, iltimos qilaylik. Nozima, men bu Kirada, men unga yaqin 20 yillik dugonam bo'lganda edi. Men e'tibor bergan bo'lardim. Men uni burnini bilaman, lekin Nozimani burnini bilmayman. Uzr opa, savolingizga javob olgan bo'lsangiz, boshqa savol beringlar. Aytibdi-yu qizlar, yaqin o'rtoq bo'lmaganmiz, o'rtacha o'rtoq bo'lganmiz. Iltimos, yaqin o'rtoqsizlar deb gapirmanglar shu qizlarga. Savollar qolmadimi? Marjonaga savolim bor edi. Eshitaman opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi. Qarang, o'sha Nozima sumkalarini, chemodanlarini yiqqan paytda o'sha vaqtda siz bormidingiz yo o'sha ikkalalaring ajralib ketganmidilaring? Yo'q, men oxirgi marta Nozima bilan sentyabrda 2025-yil sentyabrda uyimni topshirib ketayotgan vaqt ko'rishganman. Demoqchi bo'lganim o'sha mana hozir Instagramda videolar chiqyapti-yu, o'shandagi ovoz sizni ovozingizga o'xshar ekanda, ketaman deyapti deb срочка qilgandagi ovoz. O'shaning uchun so'radim-da. Yo'q, opa, umuman emas. Men Nozima bilan sentyabrda ko'rishgan vaqtimda qaytib bu yoqlikka bormaganman. Shu onasi bilan gaplashgan sizmisiz, ovoz tarqagan. Yo'q.
Bu qizni ismini Dilnozami kimdir dedik adashmasam. Qaysidir gruppada eshitdim. Videolarimiz shu yergacha edi. O'ylaymanki, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib va kommentariya qismiga esa o'z izohingizni yozdingiz degan umiddamiz. Kelgusi videorolikda ko'rishgunga sog' bo'ling, salomat bo'ling.